Assalamu hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Business Standard to'rining 18 aprel kuni e'lon qilgan xabariga qaraganda, Pokiston bosh ministri, Pokiston musulmon birligi rahbari Shahbaz Sharif Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridorini yangi bir kuch bilan ilgari surayotgan. Hokimiyat beshidagi Pokiston musulmon birligi navozining rahbari, millat vakili Mushohid Husayn Said yakshanba kuni Xitoyning CGTN televiziya kanalida ilib berilgan bir suhbat programmasida Wang Guan bilan Pokiston-Xitoy munosabatini va kelgusi chegara halqagan hamkorlik haqida muzokiralashdi. Shahbaz Sharif bosh ministerlik vazifasini ustiga olgan tunji kuni Xitoyni Pokistonning eng yaqin do'sti, eng kuchli sheriki deb biladiganligi, Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridorini yangi bir kuch bilan ilgari suradiganligini aytdi. Pokiston musulmon birligi navozining rahbari, millat vakili Mushohid Xitoy bilan Shahbaz Sharifning uzun yil davom qilgan munosabatining borligini, bir balvoq bir yo'l qurilishi boshlanganda Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridorining uning markazi bo'lganligini, buning bosh ministr Navoz Sharif tarafidan qarshi elinganligini, u vaqtda uning inisi Shahbaz Sharifning Panjobning bosh ministri ekanligini, yangi hukumatning boshqarishi ostida Pokiston-Xitoy munosabatida har jihatda keng ko'lamli ilgarilashning bo'lganligini, Xitoyning Pokiston bilan birdan-bir o'rtaq tunishga ega davlat ekanligini, butkul siyosiy rahbarlarning uni Pokistonning birinchi darajalik do'sti deb biladiganligini, Xitoy do'stligi Pokistonning diplomatiya siyosatining ultishi ekanligini, o'zining bu munosabatning texmo taraqqiy qilib, yangi taraqqiyot pallasiga ko'tarilganligini ko'radiganligini, Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridorining birinchi bosqichining tamomlanganligini, ikkinchi bosqichining texmo cho'ng bo'ladiganligini, yezi egiligi, uchur texnikasi, sayohatchilik va ul asliya bo'libmi temir yo'l turining rivojlanganligini aytdi. Mushohidning deyishicha, Pokiston-Xitoy iqtisodiy koridori ul asliya va energiya turlari orqali Pokiston Federatsiyasini birlashtirgan bo'lib, Pokiston xalqi uchun texmi yaxshi kelajakni shakllantirgan. Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridori Pokistonning Balochiston'dagi Gwadar portini Sharq Turkiston bilan tutashtiradigan bo'lib, u Sharqi Janubiy Osiyo, O'rta Osiyo, dengiz qo'ltiqi rayoni, Afrika va Yevropani quruqliq va dengiz yo'li bilan tutashtirishni maqsad qilgan Xitoyning necha milliard dollarlik tashabbusi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyer apandi Twitter hisobidan inkos qaytirib, qaraganda Pokistonning yangi bosh ministri Shahbaz xuddi burunqi Pokiston bosh ministri Imron Xonga o'xshash chulvurdan tutib so'ralgan kaladek Xitoyga so'rilib, Pokistonning Xitoy tarafidan ishg'ol qilinishini tezlashtirish uchun tirishadigandak qiladi dedi. İqtisad vaqti xabarlarining 19 aprel kunida e'lon qilgan Xitoyning Arab dunyosining strategik sohasiga muntazam hujumi sarlavlik maqolada Xitoy, Turkiya va Shimoliy Afrikani o'z ichiga olgan Arab rayoniga erishishni va u yerdagi izlarini shapsini chiqarmay muqim holda kengaytmoqda. Bu Xitoyning rayonni Beyjingga haddidan ziyoda biqindirib, iqtisodiy nishonini yuqori ko'tarishdagi strategiyasi bo'lib, Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Pokistonda chaqirilgan Islom hamkorlik tashkilotining yig'iniga qatnashishi bilan texmo oshkora bo'ldi. Wana rayonidagi bir necha davlat Xitoyning ul asliya qurilishi va texnika yordamiga erishish uchun bir balvoq bir yo'l qurilishining bir parchasi bo'lish tamasida. Islom hamkorlik tashkiloti islom dushmanligini qabul qilib, Uyg'urlar uchrayotgan zulmni tilga ilibmi qo'ymadi. Sukutni buzgan birdan bir davlat Turkiya bo'ldi. Ammo buning bilan bir vaqtda Turkiya nurg'un sohada Xitoy bilan hamkorlik munosabatini kuchaytirmoqda. Iqtisod vaqt gazetining egallashicha, Turk telegrafi o'tgan oyda Huawei'ning hamkorligida 5G'ni taraqqiy qildirish uchun tushunish eslatmasi imzoladi va Turkiyaning mustaqil boylik fondining Turk telegraf shirkatining Xitoy-Turkiya munosabatini isbotlaydigan pay chekining 55%ni sotib olgandan keyin yuz berdi. Xitoy prezidenti Xi Jinping bu yil Saudiya Arabistonining Riyod shahrini ziyorat qilmoqchi. O'tgan oy 8 Xitoy qo'g'dug'uchi shirkati dunyo mudofaa ko'rgazmasiga qatnashdi. Saudiya Arabistoni uningdan boshqa Xitoy elektronik texnik gruppasi hamkorlik tarafidan ishlangan harbiy uchqisiz aeroplanlarga ega bo'ladi. Xitoy Iroq bilan hamkorlashishni qaror qildi. Kurdiston rayonida 4 elektr suv to'smasini yasavatidi. Algeriya, Umman va Qatar Beyjing bilan bo'lgan munosabatini kuchaytirishni xohlaydi. Umman Xitoyning qo'llashi bilan Olam bo'shliqi programmasini taraqqiy qildirishga qiziqadiganligini bildirdi. Xitoy Ummanga Olam bo'shliqi sohasida ta'lim-tarbiya berdi. Algeriya tashqi ishlar ministri martda Xitoyni ziyorat qilib,
Aljeriyənin bir bəlbaq bir yol quruluşuğa münasibətlik hüccətlərə baldurroq imza qoyuşni xalaydiganlığını müəyyənləşdirdi. 3-cü ayda Qatar Tashqi ishlar ministri Xitoyni ziyorat qilganda Wang Yi Qatarga Xitoyning mablag' silishni ilgari surishga kafolatlik qilgan deyildi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi Twitter hisobidan buningga inkos qaytirib, Xitoy O'rta Sharq va Shimoliy Afrikadagi izini kengaytirayotgan ahvolda Arab dunyosi Xitoyga beqinish yo'lida ilgarilamoqda. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy musulmon dunyosining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi sukutni saqlash uchun nupuzini qo'llanmoqda dedi. Kishilar bilan bo'lgan munosabatda ustunlikka erishishning birdan-bir yo'li sizning ulardan mustaqil ekanligingizni ko'rsatish deydi Germaniyalik faylasuf Artur Schopenhauer. Bu sababdan butun dunyo oldida gapining o'tishini xohlaydigan millat hargizmi mustaqilligini yo'qotib qo'ymasligi va mustaqillik uchun nima zarur bo'lsa shuni qilishi kerak. Gapi o'tmagan millat xo'rliqqa, izzat obro'yining chayilinishiga, qulluqqa mahkum. Qulluqda yashagandan o'lim afzal. Ya mustaqillik, ya o'lim. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'ngil olish uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.